Ehtiyot qilamiz. Qulluq olsun. Qulluq olsun akam. Ana bitta üzüldü. Suuqqa kirib ketyapti. Ha bo'ldi, yaxshi ilashdi. Endi u kim qalmaga ketsa, shunga bo'ladi-da. Ha, patsa. Bismillah, sikanib ketib bo'lmasam bo'ldi. Ana tushdi. Bo'ldi. Og'zida turibdi, buni qaranglar. Chuvol og'zida turibdi. Akamiz natija qilyapti. Bek patsaysiz bo'ldi. Ay yaxshi chiqdi. Mayda ham bo'lyapti. Mayda ham oldi buni natija. Nasitkada turibdi. Natijada dahshat bo'lyapti. 200 kilo 3 ta setkaga to'kildi. Ochinaga natija qilyapti. Bitta to'ling. Egilib turishini qaranglar, qalmog'ini. Ammo uchta shet. Buni soling endi patsaydi. Qulluq olsin, Lochin aka, uchinchisi mana. Biz aka solmay turadi. Yetdi. Gap yo'q. Og'zida turibdi, ehtiyot qiling. Ro'parangizda turdim deb bas ko'rmadingiz. Qulluq olsin. Voy, ketib qolmasin, olinglar. Sal ko'tarilsin-da. Qulluq olsin. Og'zidan. Bitta natija. Hozir. Unaqa qilmay tur. Esli bo'lib tur. Shunda tortavering. Qulluq olsin. Sразу ana uji olishni boshladi. Hozir to'kdik uji mana. Hozir tushgan balolar ana akamiz oldi.